هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure İsra tefsiri 86. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi dehtanlığa İbn Kesir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi İsra suresi 86. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Eğer biz xalasak sana vahiy qilgan Qur'onni albatta dillardan ve mushaflardan ko'tirib etatdik. Ondan uni asliga keltirishga bizga qarshi hech qanday homiy topolmayding. Faqat Rabbing rahmat qilish yuzidan uni ko'tirib etmadi. Allah'ın merhameti sana hakikaten çoğ buldu. Aytqin ki, eğer insanlar, cinlar bu Kur'an'ın oxuşunu meydana keltirish için yığılıp bir-biriga yardımlaşgan taqdirdimi, onun oxuşunu meydana keltiremeydi. Bu Kur'an'da insanlar için türlük meselelerini xilma-xil şekilde bayan kıldık. Roşen paketlarning bo'lishiga qaramay, insonlarning to'lisi faqat haqiqatni inkor qildi. Agar Alloh taolo xolisa Qur'onni ko'tirib etadiganlik. Alloh taolo bu oyatda payg'ambar alayhissalomga oldidanmi, orqasidanmi, ya'ni hech qaysi tarafidan botil yuzlanmaydigan hikmat bilan ish qilguvchi madhiga loyiq Allah tarafidan tushirilgan ulug' Qur'onni vahiy qilish orqali bandasi va payg'ambariga qilgan ne'matini va katta marhamatini eslatadi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu oxir zaman bo'lganda kishilarni Sham tarafdan kelgan qizil shamol urdi-da, bir odamning Qur'onida yoki uning dilida bir mi ayet qilib qolmaydi deb ondan Alloh taoloning agar biz xohlasak sana vahiy qilgan Qur'onni albatta dillardan va mushaflardan ko'tirib etatdik. Ondan uni asliga keltirishga bizga qarshi hech qanday homiy topolmayding degan oyatini o'qidi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Alloh taoloning Qur'on bilan jang e'lon qilganligi. Alloh taolo bu yerda bu katta Qur'onning hurmatiga diqqatni tortib, agar insonlar, jinlar hammasi bir yerga to'planib, payg'ambar alayhisalomga tushirilgan bu Qur'onning o'qishini meydonga keltirish uchun birlik kelgan taqdirdami, uning o'qishini meydonga keltira olmaydi. Ular o'zaro yordamlashgan taqdirdami, Qur'onning o'qishini keltirish mumkin bo'lmaydi. Qandaqmi mahluqotlarning so'zi o'qishi va tangdishi yo'q Alloh taoloning so'ziga o'qishsin degan maqsadni tushuntirdi. Bu Qur'onda insonlar uchun turli masalalarni xilma-xil shaklda bayon qildik. Ya'ni biz ularga keskin hujjatlarni va paketlarni bayon qilib berdik ve ularga haqiqatni tushuntirib berdik ve ro'shanlashtirib berdik. Ro'shan paketlarning bo'lishiga qaramay, insonlarning to'lisi faqat haqiqatni inkor qildi. Ya'ni haqiqatdan tong'uchi ve to'g'risini qaytarg'uchidir. Ular aytdi: "Ta ki sen bizge yer ostidan bir buloqni etildirib chiqmoqcha sana hergiz ishonmaymiz"
yoki sening xormilik, talliq va o'tirisidan o'stanglar eqib turadigan bir beg'ing bo'lsin, yoki sen aytgandek üstümizge osmonni parça-parça qilib tushirgan yoki payg'ambarliginga guvohchi qilib Allohni va farishtalarni oldimizga keltirgan, yoki sening oltindan uying bo'lsin, yoki sen şo'ti bilan osmonga chiqqan, toki Allah tarafidan sening uning bandisi va payg'ambar ekanliging yozilgan. Biz o'qiyalaydigan bir kitobni elib tushmagicha sening osmonga chiqqanligingga hargiz ishonmaymiz. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, Alloh paktur, men faqat bir payg'ambar insonman. Allohning izni bo'lmasa hech odam biror mo'jiza keltira olmaydi. Qurayshlarning muayyan mo'jizalarni talab qilganligi va ularga berilgan raddiya. İbn Jarir İbn Abbasning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Rabi'aning o'g'illaridan Utba va Shayba, Abu Sufyan, Abduddar cemaatidan bir kishi Abu Buxtari, Aswad ibn Mutallib, Zam'a ibn Asad, Walid ibn Mughira, Abu Jahil, Abdullah ibn Abu Umayya ibn Khalaf, As ibn Vail, Haccajning o'g'illaridan Nabiha va Munabbahlar kun o'ltirgandan keyin Kabening yuqori tarafiga yig'ilib bir-biriga, sizlar Muhammadga odam avatinglar, toki u bizga o'zri aytquchilik uningga gap qilinglar va uning bilan munozirlashinglar dedi. Shuning bilan ular payg'ambar alayhisalomga qavmingning kattalari sana gap qilish uchun bir yerga to'plandi deb xabar berishga odam avatdi. Payg'ambar alayhisalom ular to'g'ri yo'lga mangmoqchi bo'lgan o'xshaydi deb ularning qishig'i oldirab keldi. Payg'ambar alayhisalom ularning iymon etishini bekmi umid qiladi. Ularning to'g'ri yo'l tepishini yaxshi ko'radi va ularning to'g'ri yo'l tapmasligi uningga ig'ir keladi. Payg'ambar alayhisalom kelib ularning qishida o'ltirdi. Ular, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sening bizga o'zir aytishing uchun sana odam avatdik. Allohning nomi bilan qasam qilamizki, sen o'z qavmingga ilib kirgan narsani biz arablarning ichidan bir odamning o'z qavmiga ilib kirganligini bilmaymiz. Sen ajdodlarni tillading, dinimizni so'kding, bizni ahmoqqa chiqarding, ilohlarni tillading, birlikni buzding. Sen yomon ishlar bo'lsa aramizda paydo qilding. Agar sen mushu gaplaring bilan mol dunyo to'plashni ko'zlamoqchi bo'lsang, sana biz mollarimizdan yig'ish qilib berayli. Sen ichimizdagi mol dunyosi eng ko'p kishi bo'lg'in. Agar sen mushu gaplaring bilan ichimizda hurmatli odam bo'lishni ko'zlasang, biz seni o'zimizga boshliq qilayli. Agar sen mushu gaplaring bilan podshoh bo'lishni ko'zlasang, biz seni o'zimizga podshoh qilayli. Agar bu sana chaplashib olgan jinning ta'siridan bo'lgan ish bo'lsa, shundoq bo'lishi mumkin. Biz pul mol chiqarib, doktor chaqirtib davolatayli. Sen saqayib qolarsan yoki saqay talmay biz sana o'zri aytarmiz dedi. La ilahe illalloh Muhammed Rasulullah. Payg'ambar alayhisalom, mende sizlar degan ish yo'q. Men bu haqiqatni sizlarning mol dunyolaringlarni yoki ishchinglarda hurmatli odam bo'lishni va yoki sizlarga podshoh bo'lishni ko'zlab elib kelmadim.
Allah Teala meni sizlarga payg'ambar qilib avatdi. Mana kitobni tushirdi va meni sizlarga xo'sh bishoratchi va ogohlantiruvchi bo'lishimga buyurdi. Men sizlarga Rabbimning menga topshirgan vazifasini yetkazaman. Sizlarga nasihat qilaman. Agar sizlar men sizlarga ilib kelgan haqiqatni qabul qilsanglar, bu sizlarning dunyo va oxiratdagi nasibanglardir. Agar sizlar uni qabul qilmasanglar, toki Alloh taolo men bilan sizlarning oranglarda hukm chiqarguncha men Alloh taoloning buyrug'iga sabr qilaman dedi. Ondan ular: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, agar sen talablarimizni qabul qilmasang, sen bilasan, biz kishilarning ichida shahri eng tor, mal dunyosi eng oz va turmushda eng qiynalib yashaydigan kishilarmiz. Shunga seni mushu haqiqat bilan payg'ambar qilib avatgan Rabbinga duo qilsang, bizni qistab turgan bu tog'larni boshqa yerga ilib ketsin. Shahrimizni kengir qilib bersin. Shaharda Sham va Iroqning daryolaridek daryolarni paydo qilib bersin. Bizga o'lib ketgan ajdodlarimizni terildirib bersin va terilganlarning ichida Qusay ibn Kilobmi bo'lsin. Chunki u rostchil bo'voy edi. Biz ulardan gaplaringning haq yoki emasligini so'rab boqamiz. Agar sen biz degan ishni qilsang, ular sana ishonsa, bizmi sana ishonamiz. Shuning bilan sening Alloh taolaning oldidagi o'rningni va o'zing degandek Alloh taolaning seni payg'ambar qilib avatganligini e'tirof qilamiz dedi. Payg'ambar alayhisalom ularga: Men bundaq qilish uchun avatilmadim. Men sizlarga Alloh taolo tarafidan u meni payg'ambar qilib avatgan vazifani yetkazish uchun keldim. Men sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan vazifamni yetkazdim. Agar sizlar uni qabul qilsanglar, u sizlarning dunyo va oxiratdagi nasibanglar. Agar sizlar uni qabul qilmasanglar, toki Alloh taolo men bilan sizlarning oranglarda hukm chiqarguncha men Alloh taoloning buyrug'iga sabr qilaman dedi. Ular: Agar sen bunimi qilmasang, buningga mayli. Sen Rabbinga duo qilgan, sen degan gaplarda sana ishonadigan va sen to'g'riliq biz bilan munozirlashadigan farishta avassun. Sana bog'larni, xazinalarni va oltin kumushdan cho'ng saroylarni qilib bersin. Seni u narsalar bilan biz senda ko'rayotgan hozirgi holatingdan behojat qilsin. Chunki xuddi biz bozorlarda terikchilik qilish yo'lini qilayotgandek, sen mu terikchilik yo'lini qilayotsan. Agar sen o'zing gumon qilganingdek payg'ambar bo'ladigan bo'lsang, Rabbingning oldidagi sening hurmatingni bilayli dedi. Payg'ambar alayhisalom ularga: Men buni qila olmayman. Men Rabbimdan bularni so'raydigan kishilardan emas. Men sizlarga buning uchun avatilmadim. Balki Alloh taolo meni sizlarga xo'sh bishoratchi va ogohlantiruvchi qilib avatdi. Agar sizlar men sizlarga ilib kelgan haqiqatni qabul qilsanglar, u sizlarning dunyo va oxiratdagi nasibanglar. Agar uni qabul qilmasanglar, toki Alloh taolo men bilan sizlarning oranglarda hukm chiqarguncha men Alloh taoloning buyrug'iga sabr qilaman dedi. Ular yana: Sen o'ylagandek Rabbing xohlaganini qiladigan bo'lsa, bizga osmonni parcha-parcha qilib tushirgin. Agar sen buni qilmasang, biz sana hargizmi iymon etmaymiz dedi. Payg'ambar alayhisalom ularga: Bu Alloh taoloning ilkidagi ish. Alloh taolo xohlasa buni sizlarga qilib berdi dedi. Ular: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Rabbing bizning sen bilan o'ltiradiganligimizni, biz hozir sendan so'ragan savollarni, sendan so'raydiganligimizni va sana qo'ygan talablarimizni bilmamdi.
u qishinga kelib sana biz bilan munozirlashadigan so'zlarni o'gitib qo'ysa, agar sen bizga elib kelgan haqiqatni qabul qilmagan vaqtimizda bizga qandoq muomalada bo'lishingni bildirib qo'ysa bo'lmamdi? Biz bularni sana Yamamadagi Rahman ismli bir odamning o'gitib qo'ydiganligini angladik. Allohning nomi bilan qasam qilamizki, biz hargizmi u Rahmanga ishonmaymiz. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sana o'zri aytimiz, bilginki Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamizki, biz seni va sening bu ishingni hargizmi bo'sh qo'yib etmaymiz. Ya biz seni yo'qtimiz yoki sen bizni yo'qtisan dedi. Ularning ba'zisi biz Alloh taolaning qizlari bo'lgan farishtalarga ibodat qilamiz dedi. Ba'zisi toki sen Allohni va farishtalarni oldimizga keltirmaguncha biz sana hargizmi ishonmaymiz dedi. Ular bu so'zni qilgan chaqda payg'ambar alayhisalom ularning qishidan turib ketdi. Payg'ambar alayhisalom bilan uning hamma ochisining o'g'li Abdulloh ibn Abu Umayyamu bildi turib, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen qavmingning talab qilgan talablarini qabul qilmading. Keyin ular sening Alloh taolaning oldidagi o'rningni bilish uchun bir necha xil ishlarni talab qilsa, unimi qilmading. Ondan keyin ular sen davomli ularni qo'rqitadigan azobning tezroq kelishini talab qildi. Unimi qabul qilmading. Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, men qarab turaman. Toki sen osmonga sho't qo'yib, uning bilan osmonga chiqib, Alloh tarafidan bir kitobni elib tushmagicha va gumon qilganingdek uning payg'ambari ekanligiga guvohchi bo'ladigan 4 farishta sen bilan birga tushmagicha men hargizmi sana ishonmayman. Alloh taolaning nomi bilan qasam qilamanki, agar sen mushularni qilsangmi, men o'ylaymanki yana men sana ishonmayman. Sen payg'ambar alayhisalomning men sana ishonmayman deb payg'ambar alayhisalomning qishidan qaytib ketdi. Payg'ambar alayhisalom qavmi o'zini chaqiritgan vaqtida ulardan kutgan arzusining yo'q chiqqanligidan va qavmining o'zidan yiroqlashib ketganligidan ko'ngli yerim bo'lgan va ularga ichingan holda uyga qaytib keldi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Mushriklarning talablarini rad qilishning sabablari. Agar mushriklar payg'ambar alayhisalom bilan birga kelgan shu yig'ilishda haqiqatni tonish maqsadi bilan shu savollarni so'ragan bo'lsa, albatta ular so'ragan savollarning javobiga erishgan bo'ladi. Lekin ular u savollarni kofirlik va tarsoqlik qilish yuzidan so'radi. Payg'ambar alayhisalomga Alloh taolo tarafidan agar xohlasang ularning talab qilgan narsalarini berayli. Agar ular uningdan keyin yana iymon etmasa, ularni shundoq azoblaymanki, ahli jahondan hech kishini bundoq azoblamayman. Agar xohlasang ularga tavba va rahmat eshigini ochib beray deyildi. Payg'ambar alayhisalom ularga tavba va rahmat eshigini ochib bergin dedi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Quraysh mushriklari talab qilgan mo'jizalarni maydonga keltirmasligimiz faqat burunqilar, ya'ni ilgariki ummatlarning mo'jizalarini yolg'onga chiqarganlik uchundir. Biz Samudga tish to'gini ro'shan mo'jiza qilib berdik. Ular uni inkor qildi. Biz mo'jizalarni faqat bandalarni qo'rqitish uchun avatimiz. Mushriklar Muhammad alayhisalomni masxara qilib aytdi: Bazarlarda biz tamoq yegandek tamoq yeydigan, biz mangandek minib yuradigan bu qandoq payg'ambar? Uning bilan billa ogohlantiruvchi bo'lish uchun Alloh uningga nemishqa bir farishta avatmidi?
Ya onunğa bir xazini verilmedi. Ya onunğa meyvelerini yeydigan bir bağ verilmedi. Zalimlar, yani kafirlar, sizlar faqat sehrlangan bir odamga ergishyapsizlar dedi. Mushriklarning sening uchun nurg'un misollarni keltirganligiga qaragan. Ular ozdi. To'g'ri yo'l topolmadi. To'g'ri yo'l topolmaydi. Allohning barakati buyukdirki, agar u xolisa sana ularning aytganlaridanmi yaxshi ostidan o'stanglar eqib turadigan bog'larni va cho'ng saroylarni ato qiladi. Yo'q, ular qiyomatni inkor qildi. Qiyomatni inkor qilganlarga biz davzaxni tayyorladik. Ular aytdi: "Taki sen bizga yer ostidan bir buloqni etildirib chiqmaguncha sana hargiz ishonmaymiz." Ya'ni ular payg'ambar alayhisalomdan zaminlarining u yer bu yerlarida suyu tatliq buloqni oqtirib berishni talab qildi. Agar Alloh taolo qilib berishni xohlagan bo'lsa edi, mundaq qilib berish Alloh taologa bekmi oson edi va Alloh taolo ularning hamma taraflarini o'rindab berdi. Lekin Alloh taolo ularning talablarini o'rindab bergan taqdirdami, yana ularning to'g'ri yo'l topolmaydiganligini biladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: "Shubhisizki Rabbingning la'natiga tegishlik bo'lganlar iymon etmaydi. Ularga bütün mo'jizalar ko'rsatilgan taqdirdami, qattiq azobni ko'rmagicha iymon etmaydi. Biz ularga, ya'ni kuffarlarga farishtalarni tushirgan, o'liklarni ular bilan so'zlashtirgan, biz hamma narsani ularning oldiga yig'ib bergan, ya'ni ularning yuqorqi talablarini o'rinlagan taqdirdami, Alloh xohlamaguncha ular iymon etmaydi. Lekin ularning to'lisi buni uqmaydi. Yoki sen aytgandek üstümizge osmonni parça qilib tushirgan, ya'ni sen qiyomat bo'lganda osmon yeriladi va uning atrofi tushib ketadi deb va'dalarni qilsan. Sen shuni bizga hozir ko'rsatgan va osmonni parcha qilib tushirgan. Ularning mushundaq talablarni qo'ydiganligi to'g'risida Alloh taolo mundaq dedi: "O'z vaqtida ular agar bu, ya'ni Qur'on sening tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'ladigan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirgan yoki bizni qattiq azob bilan jazolagin" dedi. Shuningdek, Şuayb alayhissalomning qavmi Şuayb alayhissalomga mushundaq talabni qo'ygan edi. Alloh taolo ularning qo'ygan talabini bayon qilib mundaq dedi: "Agar so'zingda rostchilardan bo'lsang, bizga osmondan azob tushirgin." Shuning bilan Alloh taolo ularni soy kunining azobi bilan jazoladi. U haqiqatan katta kunning azobi edi. Ammo butkul olamga rahmat qilinib avatilgan rahmat va tavba payg'ambari bo'lgan Muhammad alayhissalom Alloh taolaning ularning pushtidan Alloh taologa shirik keltirmay ibodat qiladigan kishilarni chiqarishini orzu qilib, ularga muhlat berishni Alloh taolodan talab qildi. Amaliyotda shundoq bo'ldi. Yuqorida ismlari kelgan kofirlarning ichidan keyincha yaxshi musulmon bo'lganlarmi bo'ldi. Hatto payg'ambar alayhisalomning oldida o'rindan turib uningga: "Allohning nomi bilan qasam qilamanki, agar sen mushu ishlarni qilsangmi, men o'ylaymanki, men yana sana ishonmayman" degan so'zni qilgan hamma ochisining o'g'li Abdulloh ibn Abu Umayyamu Alloh taologa tavba qilib kamil musulmon bo'ldi. Yoki sening oltindan uying bo'lsin, yoki sen shoti bilan osmonga chiqqin. Ya'ni biz qarab turamiz. Sen shoti bilan osmonga chiqqin. Toki Alloh tarafidan sening uning bandisi va payg'ambar ekanligingni yozilgan, biz o'qiya oladigan
biz bir kitobni elib tushmagicha sening osmonga chiqqanligingga hargiz ishonmaymiz. Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Ular har birimizga bu palonining bolasi paloniga Allah Taala tarafidan tushirilgan kitobdir deb yozilgan va tongning etishi bilan har birimizning beshiga qo'yilgan kitobni elib tushmagicha sening osmonga chiqqanligingga hargiz ishonmaymiz dedi deganlikdir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, Allah pakdir. Men faqat bir payg'ambar insonman. Allohning izni bo'lmasa hech odam biror mo'jiza keltirolmaydi. Ya'ni insonning Alloh taolaning hukmronligi va egidorchilik ostidagi ishlarning birasini qilishga qadam qo'yishidan Alloh taolo kattadir ve üstündür. Allah Teala halıgını kılgıcıdır. Eğer halısa taleplerinlağa cevap verirdi. Eğer halısa cevap vermeydi. Men fakat sizlerge Rabbimnin bana tapşırgan uluk vazifesini yetkizimem. Sizlerge nasihat kılımen. Hem şunda kıldım. Ama sizlerinin taleplerinlağa cevap veriş Allah Teala'nın işidir. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda İsra suresi tefsirinden 93. ayetkice anıldığlar. Ahirini keyin qatamda o'qishimiz davomlashtiramiz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.